Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab sizlar bilan 9-sinf sitologiya va genetika asoslari fanini leksiyalarini boshlaymiz. Demak, 9-sinf darsligidagi eng asosiy va muhim bo'lgan qismlarni men sizlarga ko'rsatib va tushuntirib ketaman va aynan shu ma'lumotlarni yaxshilab yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Demak, eng dastlabki ma'lumotimiz bu biologiya, hayot haqidagi fan bo'lib, bios hayot va logos ta'limot degan ma'nolarni anglatadi. Biologiya atamasini Lamark va Treviranius kabi olimlar fanga kiritishgan. Biologiyaning o'rganish obyektlari bularga viruslar, mikroorganizmlar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar va odamlar kiradi. Ya'ni biologiya ushbu viruslarni, mikroorganizmlarni, zamburug', o'simlik, hayvon va odamlarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Va ikkita qo'shimcha fanlar ham berilgan buning ichida, ya'ni ulardan birinchisi bu biokimyo, u organizm hayot faoliyatini tashkil etuvchi kimyoviy moddalar va jarayonlar haqidagi fan hisoblanadi va keyingisi biofizika, tirik sistemadagi fizik qonuniyatlar va ko'rsatkichlarni tadqiq qiluvchi fandir. Eng dastlabki kirish qismidagi bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. Ana endi biologiyani o'rganish usullari. Bu biologiya kitoblarimizda ko'pchilik kitoblarda berilgan bu usullar, ya'ni ulardan birinchisi kuzatish usuli. Eng dastlabki usullardan bo'lib, uning yordamida har qanday biologik hodisani tasvirlash, ta'riflash mumkin hisoblanadi. Bu usuldan tirik organizmlarni miqdor va sifat ko'rsatkichlarini ta'riflashda foydalaniladi. Keyingi usulimiz bu taqqoslash usuli hisoblanadi. Tirik organizmlarning turli sistematik guruhlar, organizmlar, biogetsinozlarning tarkibiy qismlaridagi o'xshashlik va farqlarini aniqlashga asoslangan usul hisoblanadi. Ya'ni bitta hayvon ikkinchi hayvon bilan taqqoslanadi, bitta o'simlik ikkinchi o'simlik bilan taqqoslanadi va hokazo. O'z nomiga monand, demak, bitta organizmni ikkinchi organizm bilan taqqoslash usuli hisoblanadi. Bu usulda olingan ma'lumotlar bilan bir nechta qonunlar va nazariyalar kashf qilingan. Ulardan birinchisi hujayra nazariyasi, uni Shleiden va Shvan kabi olimlar kashf qilishgan. Keyingisi biogenetik qonun, bu qonunni esa Gekkel va Müller kabi olimlar kashf qilishgan va keyingisi irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni, bu qonunni esa Vavilov kashf qilgan hisoblanadi. Keyingi usulimiz bu tarixiy usul. Biologiyada bu usulning qo'llanilishi Charles Darwinning nomi bilan bog'liq. Bu usul biologiyada chuqur sifatiy o'zgarishlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganadi. Mazkur usul yordamida organik dunyoning evolyutsion ta'limoti yaratilingan. Va so'nggi usulimiz bu eksperimental yoki tajriba usuli hisoblanadi. Biologiyada o'rta asrlarda boshlangan bo'lib, Abu Ali ibn Sino nom bilan bog'liq hisoblanadi. Fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli keng qo'llanila boshlandi bu usul. Bu usul bilan organizmdagi voqea hodisalar boshqa usullarga nisbatan chuqurroq o'rganiladi. Xo'p, keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Ushbu kitobimizning o'sha dastlabki ma'lumotlarining ichida moddalar almashinuvi haqidagi ma'lumotlarga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, moddalar almashinuvini ikkita bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi assimilyatsiya va ikkinchisi dissimilyatsiya. Assimilyatsiya jarayoni bu moddalarning sintezi hisoblanadi. Ya'ni kichik molekulali moddalar o'zaro yig'ilib, yirik molekulali moddaning hosil bo'lishi bu assimilyatsiya deyiladi. Va assimilyatsiyani kitoblarda, testlarda yana boshqacha nomlari ham bor, ya'ni anabolizm yoki plastik almashinuvi deb ham kelishi mumkin. Va eslab qolinglar, assimilyatsiya jarayoni natijasida, ya'ni o'sha assimilyatsiya jarayoni amalga oshishi uchun deylik, energiya sarflanadi. Dissimilyatsiya bo'lsa, u aksincha moddalarning parchalanishi, ya'ni yirik molekulali moddalardan kichik molekulali moddalarning hosil bo'lishi hisoblanadi. Uning yana testlarda va kitoblarda boshqacha nomlari ham bor. Katabolizm yoki energiya almashinuvi deb ham kelishi mumkin. Va dissimilyatsiya jarayoni natijasida esa energiya hosil bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz
Gomeostaz degan tushuncha bor. Bu nima degani? Organizmning o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitlariga javoban kimyoviy tarkibi va fiziologik jarayonlarning borishini ma'lum bir me'yorda ushlab turish jarayoni bu gomeostaz deyiladi. Ushbu ma'lumotlarni ham yaxshilab demak tushunib olinglar va yodlab qolinglar. Va ana shu mavzuni pastki qismida yana ikkita tushuncha ham bor. Buni ham ko'pincha savol-javobda so'raladi. Uni ham bilib olishinglar kerak. Ya'ni irsiyat nima va o'zgaruvchanlik nima? Bu ikkita tushunchani biza genetika fanida, ya'ni genetika mavzusida hali yana to'liqroq qilib tushuntirib beramiz. Hozircha qisqacha tushuncha. Irsiyat tufayli tur turg'unligi ta'minlanadi. O'zgaruvchanlik natijasida esa tur xilma-xilligi ortadi. Hozircha shu ikkita ma'lumotni bilib qo'ysanglar, keyingi mavzularda hali chuqurroq har bitta tushunchaga to'xtalib o'tamiz. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Demak, tiriklikning tuzilish darajalari haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, bu nima degani? Biologiyada bir nechta tushunchalar bor, ya'ni eng kichigidan yirigiga qarab ketamiz. Ya'ni eng dastlabki tuzilish darajasi bu molekula hisoblanadi. Eng kichik tuzilish darajasi hisoblanadi. Xo'p, ya'ni bir nechta molekulalar yig'ilib esa hujayrani hosil qiladi. Bir nechta hujayraning yig'indisi to'qimani hosil qiladi. To'qimalar yig'ilib organlardan organizm, ularning yig'indisi populyatsiya va bir nechta populyatsiyalarning yig'indisi biogetsinoz va butun yer sharini biz biosfera deb ataymiz. Hozir bularning har biriga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi tuzilish darajasi va eng kichigi bu molekula hisoblanadi. Xo'p, demak, har bir tirik organizm nima bo'lishidan qat'iy nazar, odam, hayvon, bakteriya, zamburug', o'simlik, yer yuzidagi har qanday tirik organizm molekulalardan tashkil topgan hisoblanadi. Xo'p, bu demak testda yoki savollarda qanday olishimiz kerak? Bundan keyingi slaydda hozir men yana to'liqroq test misolida ham tushuntirib beraman. Agar sizlarga testda quyidagilarning ichidan molekula tuzilish darajasiga xos bo'lganini toping deb savol tushadigan bo'lsa, sizlar oksil, uglevod, lipid va nuklein kislota haqidagi ma'lumotlarni topishinglar kerak bo'ladi javoblarning ichidan. Keyingisi bu hujayra hisoblanadi. Demak, agar sizlarga testda organoidlar yoki mitoz va meyoz bo'linish haqidagi ma'lumotlar tushadigan bo'lsa, uni sizlar hujayra darajasiga olishinglar kerak bo'ladi. Organoidlar deganda misol endoplazmatik tor, mitoxondriya, Golgi majmuasi, lizosoma, ribosoma va hokazolar haqida ma'lumot tushadigan bo'lsa, demak bularning barchasi hujayra darajasidagi qismlar hisoblanadi. Va keyingi daraja bu organizm. Bu bitta organizm haqidagi ma'lumot tushuniladi. Agar bir turga mansub bo'lgan organizmlarning yig'indisi haqida gap ketayotgan bo'lsa, ya'ni bir nechtasi haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni sizlar populyatsiya darajasiga olishinglar kerak bo'ladi. Misol, ularga misol qilib tushuntirib beraman. Koloniya, to'da, poda, gala va hokazolar, bularning barchasini biz populyatsiya deymiz. Xo'p, endi nima degani populyatsiya? Bir turga mansub bo'lgan bir nechta organizmlarning yig'indisi. Misol, kiyiklarning populyatsiyasi, ayiqlarning populyatsiyasi, bo'rlarning populyatsiyasi va hokazo. Va keyingi tuzilish darajasi bu biogetsinoz. Ana endi bu nima farqi bor populyatsiya darajasidan? Endi qaranglar. Agar sizlarga testda yoki savolda bitta turga mansub bo'lgan qandaydir bir organizmlarning yig'indisi haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni sizlar populyatsiya darajasiga olasizlar. Agar savolning ichida bitta turdan boshqa ikkinchi tur ham unga qo'shilgan bo'lsa, yoki bitta tur bilan ikkinchi turning o'zaro munosabati berilgan bo'lsa, uni sizlar olishinglar kerak bo'ladi biogetsinoz darajasiga. Hozir men misollar bilan tushuntirib beraman keyingi slaydlarda.
Ya'ni biogetsinoz nima ekan? Har xil turga mansub bo'lgan organizmlarning o'zaro munosabati va bunda haligi aytganimdek, ikki xil turga mansub bo'lgan organizmlarning munosabati bo'lishi shart bu yerda. Misol deylik, bo'ri bilan tovushqon, ayiq bilan sug'ur va hokazo. Ya'ni bitta tur hayvondan tashqari uni oldiga ikkinchi tur hayvon ham qo'shilishi kerak bo'ladi biogetsinoz darajasida. Nafaqat ikkita, balkim 3 ta, 4 ta, xullas ikkita va undan ko'proq turlarning, ya'ni populyatsiyalarning yig'indisini biz olamiz biogetsinoz darajasiga. Va so'nggisi bu biosfera. Biosferada moddalar, elementlar va energiyaning davriy aylanishi kuzatiladi. Biosfera deganda biz butun yer sharini tushunamiz. Ya'ni biogetsinozlarning yig'indisi. Bir nechta biogetsinozlar yig'ilib o'zaro hosil qiladi biosferani. Demak, hayotning tuzilish darajalari ichida eng kichigi bu molekula, eng kattasi esa biosfera hisoblanadi. Ya'ni doim biri ikkinchisining tarkibiga kiradi. Mana bu rasmda men tushuntirib berganman. Ya'ni har bir tuzilish darajalariga misollar. Mana birinchisida molekula turibdi, ko'ryapsizlar. Ikkinchisida hujayra va bir nechta hujayralar yig'indisi hosil qiladi to'qimani. To'qimalar yig'ilib organni hosil qiladi. Undan keyin turadi organizm. Mana qaranglar. Organizm deganda bitta hayvon tushuniladi. Agar o'sha hayvonning yig'indisi, to'dasi, podasi bir nechtasi haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni biz уже populyatsiya darajasiga olishimiz kerak bo'ladi. Va mana undan keyingisi 7-sida turibdi bir nechta populyatsiyalar. Ko'ryapsizlarmi? Har xil hayvonlar bor bu yerda. Yig'indisi bu biogetsinoz deyiladi va butun yer sharini, yer yuzini, ya'ni bir nechta biogetsinozlarning yig'indisini biz biosfera deymiz. Xo'p, ana endi mana bu slaydda men sizlarga testlar misolida tushuntirib berganman. Ya'ni bir nechta testlarni qo'yganman bu yerga va qanaqa javoblarni olishimiz kerakligini hozir tushunib olamiz birgalikda. Qaranglar, birinchi savol. Tiriklikning tuzilish darajalariga mos berilgan javobni aniqlang. Bir hududda yashovchi turli populyatsiyalarning o'zaro munosabati birinchisi va ikkinchisi gen mutatsiyasi. Xo'p, endi qaranglar. Bir hududda yashovchi turli populyatsiyalarning o'zaro munosabati deyapti. Turli populyatsiyalarning munosabati. Demak, bu yerda bitta populyatsiya haqida gap ketmayapti. Har xil populyatsiyalarning yig'indisi deyapti va buni oldin tushuntirganimdek, uni olishimiz kerak biogetssinozga. Va ikkinchisi gen mutatsiyasi. Eslab qolinglar, gen haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni doim olishlik kerak bo'ladi molekula darajasiga. Chunki gen bu umumiy aytganda bu kichik birlik, kichik tuzilma desa bo'ladi. Shuni hisobiga uni biz olishimiz kerak molekula darajasiga. Xo'p, keyingisi tiriklikning tuzilish darajalariga mos berilgan javobni aniqlang keyingi savolda ham va birinchisida beryapti yadroning bo'linishi. Va ikkinchisi jag'jag'lar sonining ba'zi yillar ortib va kamayishi. Endi qaranglar, men hali sizlarga buni oldingi slaydda tushuntirgan edim. Agar gap hujayraning tarkibiy qismi haqida gap ketayotgan bo'lsa, organoid, yadro, mitoz-meyoz bo'linish va hokazolar bo'lsa, uni biz olishimiz kerak hujayra darajasiga deb aytgan edim. Demak, yadroning bo'linishi bu hujayra darajasidagi tushuncha hisoblanadi va ikkinchisi e'tibor beringlar, jag'jag'lar sonining ba'zi yillar ortib va kamayishi. Demak, gap bir nechta jag'jag'lar haqida gap ketyapti. Demak, haligi tushuntirganimdek buni olishimiz kerak populyatsiyaga. Keyingi savol xuddi shu savol. Birinchisida DNK duplikatsiyasi va ikkinchisida nerv gumoral boshqarilish haqida gap ketyapti. Xo'p, demak, birinchisi DNK haqida gap ketyapti. Qaranglar, DNK bu nima? DNK bu nuklein kislota. Biz hali keyingi mavzularda tushuntirib beraman. DNK, RNK bularning ikkalasi ham nuklein kislotalar hisoblanadi. Demak, gap bu yerda nuklein kislota haqida ketayotganligi uchun uni biz olamiz molekula darajasiga. Ikkinchisi nerv va gumoral boshqarilish. Eslab qolinglar, nerv boshqarilish va gumoral boshqarilish bu bitta yaxlit organizmda kechadigan jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham ikkinchi ma'lumotni olamiz biz organizm darajasiga. Va oxirgi savolimiz, qaranglar, birinchisi asidiyada metamorfozning sodir bo'lishi. E'tibor beringlar, gap bitta asidiya haqida ketyapti. Ya'ni urug'i bu yerda asidiyaga berilyapti. Demak, bitta organizm
assidiyalar to'plami, assidiyalar yig'indisi yoki bir nechtasi assidiya demayapti. Bitta assidiya haqida gap ketyaptimi? Demak, uni biz olishimiz kerak organizm darajasiga. Va ikkinchisi azotning davriy aylanishi. Va haligi bundan oldingi slaydda tushuntirganimdek, ma'lum bir moddaning davriy aylanishi haqida gap ketayotgan bo'lsa, eslab qolinglar shu narsani. Uni sizlar olishinglar kerak doimo biosfera darajasiga. Chunki har qanday moddalarning davriy aylanishi biosfera darajasida amalga oshadi. Xo'p, ana endi keyingi mavzuga va yangi ma'lumotlarga o'tamiz. Tiriklikni o'zini ikkita qismga bo'lib o'rganamiz. Hayotning hujayraviy shakllari va hayotning hujayrasiz shakllari. Hayotning hujayraviy shakllarini o'zini ikkiga bo'lib o'rganamiz. Ularga prokaryotlar va eukaryotlar kiradi. Hayotning hujayrasiz shakllariga esa viruslar kiradi. Va bularning har biriga hozir tushuncha berib o'taman. Demak, dastlab viruslar haqida gaplashamiz. 1892-yilda rus olimi Ivanovskiy tamaki o'simligida uchraydigan tamaki mozaikasi deb ataluvchi kasallik qo'zg'atuvchisining o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Ushbu kasallik qo'zg'atuvchisi viruslar bakteriyali filtrdan o'ta olish xususiyatiga ega ekanligi haqidagi ma'lumot ham aniqlangan. Natijada sog'lom tamaki o'simligini filtrdan o'tgan suyuqlik bilan zararlash mumkin ekan. Oradan bir necha yil o'tgach, Loeffler va Frosch degan olimlar uy hayvonlarida uchraydigan oqsil kasalligining qo'zg'atuvchilari ham bakteriyali filtrdan o'tib ketar ekan degan xulosaga keladilar. Demak, mana shu yerning o'zida biz ikkita virus haqida gaplashdik. Birinchisi tamaki mozaikasi va ikkinchisi oqsil kasalligi qo'zg'atuvchisi. Va 1917-yil kanadalik bakteriyafag DRL bakteriyalarni zararlovchi bakteriyafag virusini kashf qiladi. Ushbu kashfiyotlar hayotning hujayrasiz shakllari, ya'ni yangi fan sohasi, virusologiya fanini vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Xo'p, endi qaranglar. Nima degani bakteriyali filtr? Xo'p, mana bu rasmda tushuncha berilgan. Demak, filtr bu oddiy qilib aytganda suxoy salfetkaga o'xshagan narsa. Xo'p, ya'ni undan agar biza misol deylik, suyuqlik deylik, bu suyuqlikning ichida bakteriya va virus bor. Xo'p, endi ana o'sha suyuqlikni biza mana bu bakteriyali filtrga quygan paytim, ya'ni filtrning ustida bakteriya qolib ketadi, filtrning tagiga esa viruslar o'tib ketadi. Ya'ni nima bo'lyapti bu yoqda? Bakteriyali filtr bu ya'ni bakteriyani o'zidan o'tkazmaydigan filtr hisoblanadi. Ya'ni unga agar biz bakteriyali suyuqlikni solsak, suyuqlik pastga qarab tushadi, lekin haligi bakteriyalar filtrning ustida qolib ketadi. Xo'p, endi va viruslarni kashf qilgan olimlar qanaqa xulosaga kelishdi? Agar biz ana o'sha bakteriyali filtrdan virusli suyuqlikni o'tkazadigan bo'lsak, virus zarrachalari bakteriyadan ancha kichkina bo'lganligi uchun ana shu filtrning poralari orqali o'tib ketar ekan degan tushunchaga kelishdi. Tushunarli? Shuning uchun ham aytilyapti. Demak, viruslar bakteriyali filtrdan bemalol o'ta olar ekan. Mana bu rasmga e'tibor bersanglar ham, qaranglar mana yashilda yirikroqlari bular bakteriya, ko'k rangdagilar kichikroqlari bular viruslar. Pastdagi mana bu filtr. Kulrang tusdagi chiziq. Qaranglar, bakteriya filtrni ustida qolib ketyapti, lekin viruslar esa pastga qarab o'tib ketyapti. Demak, xulosa shunaqa bo'ldiki, viruslar juda ham kichik zarrachalar ekan. Yoki mana bu yerdan ham tushunib olsanglar bo'ladi. Mana bu ham filtr hisoblanadi va mana bu yirik ko'k rangdagilar bu yoqda endi bakteriya bo'lyapti. Ular filtrning ustida qolib ketyapti. Lekin mana bu yashil kichkinalar esa bular juda ham mayda zarrachalar, ya'ni viruslar bo'lib, ular bakteriyali filtrdan o'tib ketyapti ekan. Mana bu slaydda virusning tuzilishi
tushuntirib berilgan. Ya'ni mana yozib qo'yganman. Har qanday virus, eslab qolinglar, o'zining genomi bo'ladi, ya'ni DNKsi yoki RNKsi bo'ladi va o'sha genomini qoplab oladigan kapsidi, ya'ni qobig'i bo'ladi, ustki qobig'i. Va ana o'sha ustki qobig'i kapsidi oksil moddasidan iborat bo'ladi. Demak, mana oksil molekulasidan tashkil topgan qobig'i, ya'ni kapsidi ko'rsatilgan va uning ichidagi irsiy axboroti, ya'ni genomi. Bu DNK bo'lishi mumkin yoki RNK bo'lishi mumkin. Mana bu ustidagi yumaloq shakldagilar esa bular yana ba'zi bir viruslarda qo'shimcha qobiq ham bo'lishi mumkin-da. Ana o'sha qo'shimcha qobiqlar hisoblanadi. Ana endi keyingi slaydimizga o'tamiz. Viruslarning o'ziga xos xususiyatlari. Xo'p, demak, viruslar faqatgina hujayralardagina yashay oladi. Ular hujayra ichi parazitlaridir. Viruslar hujayradan tashqarida erkin va faol holatda uchramaydi va hujayradan tashqarida ko'payish xususiyatiga ham ega emas. Ular faqatgina hujayra ichiga kirgandagina o'z hayot faoliyatini amalga oshira oladi. Endi haliga aytganimdek, DNKli va RNKli viruslar mavjud. DNKli viruslarga adenovirus bilan bakteriyofag misol qilib berilgan kitobimizda va RNKli viruslarga esa ensefalit, qizamiq, qizilcha, quturish, gripp va hokazolar kiradi. Virusning qobig'i kapsid deb ataladi va u oksil moddasidan iborat bo'ladi. Va mana bu yerda sizlarga viruslarni misol tariqasida keltirib o'tganman. Buni daftaringlarga обязательно yozib olinglar. Bular testlarda, savollarda juda ko'p tushadigan ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni viruslarni sizlar yodlab qolishingiz kerak. Nimaga buni aytyapman? Shunaqa testlar tushadiki, o'sha testlarning ichidan sizlar qaysi virus, qaysi bakteriya ekanligini ajratib olishingiz kerak. O'shaning uchun viruslarni ham yodlab qolishingiz kerak bo'ladi va keyingi mavzularda bakteriyalarni ham men keltirib o'tganman. Mana bu yerda misol tariqasida 15 ta virusni men keltirganman. Bu hozir umumiy barcha biologiya kitoblarimizda yig'ilgan viruslar. Buning ichida 8-sinfdagi viruslar ham bor, 9-sinf, 10-sinf va hokazo. Bularni yana qaytaraman, yodlab qolishingiz shart. Va mana bu yerda bir nechta virus haqida misol keltirganman. 9-sinf kitobimizda ham bor. Gepatit, quturish va ensefalit, bularning barchasi viruslar hisoblanadi. Viruslarning hujayra ichiga kirishi. Viruslar hujayra ichiga ikki xil yo'l bilan kirishi mumkin. Ulardan birinchisi pinotsitoz vakuolasi orqali. Bunda asosan hajmi juda kichik bo'lgan viruslar to'g'ridan-to'g'ri hujayra qobig'i orqali sitoplazmaga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi usuli bu maxsus oksil retseptorlar orqali. Bu usulning amalga oshishi quyidagicha bo'ladi. Hujayra qobig'ida va virusning tashqi qobig'ida maxsus oksil retseptorlar bo'ladi. Va mana shu ikkita oksil retseptor o'zaro bir-birini tanib olish xususiyatiga ega. Ya'ni virus qobig'idagi oksil retseptori va hujayra qobig'idagi oksil retseptorlari. Ana o'sha virus hujayraga yaqinlashgan sayin ularning qobiqlaridagi oksil retseptorlar o'zaro bir-biriga bog'lanadi va shu orqali virus hujayra ichiga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Virus hujayra ichiga kirganidan so'ng uni maxsus vakuola qoplab oladi va bir vakuoladan ikkinchi vakuolaga o'tish orqali virus hujayraning yadrosigacha yetib boradi. Ya'ni endi qaranglar, virusning maqsadi o'zi nima? Har qanday virusning asosiy faoliyati shundan iboratki, virus o'zining genomini sog'lom hujayra genomiga birlashtirib olishi kerak bo'ladi. O'shandagina virus orqali zararlanish deb aytamiz. Ya'ni sog'lom hujayraning DNKsiga virusning DNKsi kelib o'rnashib olganidan so'ng, ana o'shandagina biz hujayrani virus bilan zararlangan deya olamiz. Va virus yadro ichiga kiradi, o'zining genomini yadro ichidagi DNKga, ya'ni genomga biriktiradi va ma'lum bir vaqt o'tganidan keyin hujayrani zararlaydi. Virus zarrachalarining hujayra ichida ko'payishi ularning hujayradan chiqib ketishiga olib keladi. Ko'pchilik hollarda virusning genomi hujayra ichiga kirganidan so'ng u replikatsiyalanadi. Ya'ni uning DNKsining soni ortadi va shundan so'ng har bir genom o'zining atrofida oksil sintezlay boshlaydi. Ya'ni kapsidni hosil qiladi
va shuning oqibatida hujayra ichidagi viruslarning soni ko'payib ketishiga olib keladi. Ushbu jarayon ba'zi bir viruslarda zararlangan hujayraning portlash tarzida ro'y beradi. Natijada zararlangan hujayra nobud bo'ladi. Ya'ni virusning genomi hujayra ichiga kirib, o'zining atrofida maxsus oksil, ya'ni kapsidni hosil qiladi. Bu bitta virus emas, hozir hujayra ichida bir nechta viruslar hosil bo'la boshlaydi va shuning natijasida oxir oqibat bu hujayra nobud bo'ladi va portlash usuli orqali o'sha viruslar, hujayra ichidagi hosil bo'lgan yangi viruslar hujayraning tashqarisiga chiqadi. Boshqa turdagi viruslar esa kurtaklanish yo'li bilan ham ajralishi mumkin. Ya'ni bitta-bittadan bo'lib. Bunda zararlangan hujayra hayotchanligini uzoq vaqtgacha saqlab qoladi. Kurtaklanish usulining portlash usulidan farqi shundaki, kurtaklanish usuli bunda ham viruslarning soni ortadi, faqatgina bu sekin boradigan jarayon hisoblanadi. Portlash usuli esa juda ham tez ko'payib ketadi bunda virusning genomi va uning atrofidagi qobiqlar shuni hisobga kelib chiqadi. Xo'p, mana bu slaydda ko'rsatilgan virusning hujayra ichiga kirishi, mana uning genomi kiryapti va hujayra ichida uning genomining soni bir necha barobar ortyapti va har bir genomining atrofida maxsus kapsid hosil bo'lyapti va oxir oqibat hujayra nobud bo'lishiga olib kelmoqda va viruslar hujayradan tashqariga chiqib ketadi. Xo'p, bakteriyafag virusi bu sun'iy hosil qilingan, kashf qilingan virus hisoblanadi. Bakteriya hujayrasi qobig'i qalin bo'lganligi va maxsus oksil retseptori bo'lmaganligi uchun bakteriyafag virusi hujayraga mustaqil ravishda kira olmaydi. Shuning uchun bakteriyafag virusi bakteriya hujayrasiga ichi kovak maxsus tayoqcha yordamida uning boshchasida joylashgan DNKsi yoki RNKsi itarib kiritiladi. Bakteriyafag kapsidi tashqarida qoladi, genomi esa hujayra sitoplazmasiga kiritiladi. Hujayra sitoplazmasi ichida bakteriyafag genomi reduplikatsiyasi boshlanadi hamda oksil sintezlanib, kapsidi shakllanadi. Bakteriya hujayrasi nobud bo'ladi, yetilgan fag zarrachalari esa tashqariga chiqadi. Va eslab qolinglar, bakteriyafag virusi faqatgina bakteriyani zararlaydi xolos. Boshqa organizmlarga bu virusning zarari yo'q. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tamiz. Biz sizlar bilan viruslar haqidagi ma'lumotlarni tugatdik. Ana endi hayotning hujayraviy shakllariga o'tamiz. Va ulardan birinchi guruhi bu prokariotlar hisoblanadi. Prokariotlar yadrosi to'liq shakllanmagan, ya'ni haqiqiy yadroga ega bo'lmagan organizmlar hisoblanadi. Irsiy belgilar nukleotidlarda joylashgan, DNKsi halqasimon shaklda bo'lib, sitoplazmada joylashadi. Xo'p, endi qaranglar. Nimaga bu gap muhim? Chunki hayotning hujayraviy shakllarini biz ikkiga bo'lib o'rganamiz: prokariotlar va eukariotlar. Prokariotlarda yadro shakllanmagan bo'ladi, eukariotlarda esa yadro shakllangan, ya'ni ularning yadrosi bor. Xo'p, endi o'z aslida eukariot hujayralarda DNKsi yadro ichida joylashgan bo'ladi. Prokariotlarda yadro bo'lmaganligi sababli uning DNKsi yadroda emas, balki sitoplazmaning o'zida joylashgan bo'ladi. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz jinsiy ko'payish kuzatilmaydi prokariotlarda. Hujayra markazi va mitotik ipi ham bo'lmaydi. Hujayra amitoz yo'li bilan to'g'ridan-to'g'ri bo'linish orqali ko'payadi. Hujayrada plastida va mitoxondriya kabi asosiy organoidlar ham bo'lmaydi. Eslab qolinglar, prokariotlarda faqatgina 3 xil organoidlar mavjud va ular ribosoma, mezosoma va aerosomalardir. Boshqa organoid bo'lmaydi prokariotlarda. Prokariotlarning hujayra qobig'i murein yoki pektin moddasidan tashkil topgan bo'ladi. Va yana bir ma'lumot, murein ham pektin ham bular uglevodlar hisoblanadi, ya'ni polisaxaridlar. Odatda xivchinli prokariotlarning ba'zi vakillaridagi xivchini oddiy tuzilgan bo'ladi. Prokariotlarning ko'pchiligi erkin azotni o'zlashtirish xususiyatiga ham egadir. Ularning oziqlanishi oziq moddalarining hujayra qobig'i orqali shimib olishi bilan kechadi. Hazm qiluvchi vakuolalari bo'lmaydi. Ba'zan gazli vakuolalar, ya'ni aerosomalar uchraydi.
Prokaryotlarga bakteriyalar va ko'k yashil suvotlar, ya'ni sianobakteriyalar kiradi. Eslab qolamiz, ko'k yashil suvotlarning ikkinchi nomi sianobakteriyalar deyiladi. Hop, mana xivchinli bakteriyaning tuzilishi. Qobig'i, uning ichidagi demak irsiy axborot saqlovchi DNKsi, sitoplazmasi, xivchini va mayda kiprikchalari yoki tukchalari ham bo'lishi mumkin ko'pchilik bakteriyalarda. Xo'p, endi bakteriyalar shakliga ko'ra 3 xil turga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi sharsimon, ular ko'klar deyiladi. Ikkinchisi tayoqchasimon, ular batsillalar deyiladi va uchinchisi buralgan shakldagilari, ular vibrionlar yoki spirillalar deyiladi. Demak, har biriga misollar bor. Ya'ni sharsimon shakllariga diplokok, tetrada, streptokok, stafilokok, pnevmokok kabi bakteriyalar kiradi. Va buralgan shakldagilarga esa vibrilla, spirilla va spiroxeta kabi bakteriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Va keyingi slaydlarda hozir aytaman, tayoqchasimon bakteriyaga kitobimizda sil kasalligini qo'zg'atuvchisi keltirilgan. Xo'p, o'pka sili. Bu tayoqchasimon bakteriya hisoblanadi. Sekin rivojlanadigan kasallik. Tez tarqaladigan bakteriya kasalliklariga o'lat, vabo va kuydirgi kiradi. O'lat kasalligi bakteriyasi sichqon va kalamush burgalari orqali tarqaladi. Oq va suv orqali tarqaladigan bakteriya kasalligi xolera hisoblanadi. Emlash orqali oldi olinadigan bakteriya kasalliklariga esa ichburug', bo'g'ma va qoqshol kabi bakteriyalar kiradi. Eslab qolinglar, mana bu qora bilan belgilab qo'yganlarimning barchasi bular bakteriyalar hisoblanadi. Hali undan oldingi slaydlarda aytganimdek, virus va bakteriyalarni bir-biridan farqlay olishingiz zarur. Diqqat, bitta muhim joyi bor. Qizilcha, qizamiq va quturish bular virus hisoblanadi, lekin qoqshol bu bakteriya. Xo'p, bakteriyalarning foydali xususiyatlari. Ya'ni organik moddalarning parchalanishida, chirishi va achishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi bakteriyalar. Undan tashqari sut mahsulotlarini tayyorlashda, konservalar tayyorlashda, yem-xachak o'simliklaridan silos bostirishda, spirt va sirkalar olishda va tolalarni ajratishda turli xil bakteriyalardan foydalaniladi. Avtotrof bakteriyalar. Kimyoviy energiyadan foydalanib, anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qiluvchi bakteriyalar hisoblanadi. Ularga xemosintezlovchi bakteriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni nitrifikator bakteriyalari, temir bakteriyalari, vodorod va oltin gugurt bakteriyalari avtotrof bakteriyalar guruhiga kiradi. Tugunak bakteriyalari o'simliklarning ildizida yashab, havodagi erkin azotni o'zlashtiradi. 1 yilda 1 gektar maydonda 200 kilogramgacha azotni o'zlashtirishi mumkin. Va eslab qolamiz, tugunak bakteriyalari heterotrof bakteriya hisoblanadi. Keyingisi parazit bakteriyalar. Ular tirik organizm to'qimalarida yashab, kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriyalar hisoblanadi. Ularga haligi bundan oldingi slayddagi qoqshol, ichburug', kuydirgi, sil kabi bakteriyalar, bularning barchasi parazit bakteriyalar hisoblanadi. Saprofit bakteriyalarga esa chirituvchi va achituvchi bakteriyalar kiradi va ular asosan tuproqda yashaydi. Ya'ni o'sha tuproqdagi turli xil qoldiqlarni chiritib, sanitarlik vazifasini bajarib beradi. Mana bu yerda tugunak bakteriyasining rasmi keltirilgan. Asosan o'simliklarning ildizida yashaydi. Xo'p, keyingi ma'lumotimizga o'tamiz. Ko'k yashil suvotlar, ya'ni sianobakteriyalar. Xo'p, ko'k yashil suvotlar haqida nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi navbatda eslab qolinglar, ko'k yashil suvotlarni suvotlar bilan o'xshatish kerak emas. Ya'ni qanaqa ma'noda? Ko'k yashil suvotlar bular prokaryot organizmlar hisoblanadi. Ya'ni ularda yadro mavjud emas. Suvotlar esa ular eukaryot organizmlar. Ularda yadro bor. Ko'pchilik o'quvchilar ikkalasini savol-javob payti yoki test payti bir xil narsa deb o'ylashadi. Yo'q, aksincha bir xil narsa emas. Bittasi prokaryot, ikkinchisi esa eukaryot hisoblanar ekan. Xo'p, endi
Ko'k yashil suvo'tlarda ikki xil pigment mavjud: ko'k fikosian va yashil xlorofil. Ko'k yashil suvo'tlarning qobig'i pektin moddasidan iborat. Ular fotosintez qilish xususiyatiga ega. Vakillari: bir hujayralisi xrokok, ipsimon shakldagisi ostillatoriya va koloniyali nastok kabilar bular ko'k yashil suvo'tlar hisoblanadi. Demak, birinchisi bu ostillatoriya. Oddiy ipsimon shaklda shilimshiq pardasi bo'lmaydi. Hujayrasining eni bo'yidan bir necha marta katta. Ostillatoriyaning ipi tanasi bo'ylab bir xilda tuzilgan hujayralardan iborat. Sitoplazmada rangsiz sentroplazma va uni o'rab olgan rangli xromatoplazma ajratiladi. Ipining alohida gormogoniyalarga ajralib ketish yo'li bilan ko'payadi. Xo'p, mana bu ostillatoriyaning tuzilishi hisoblanadi. O'zining shakli ipsimon shaklda bo'ladi va unda juda ko'p bir xilda tuzilgan hujayralar mavjud bo'ladi. Ya'ni bir nechta shakli bir xil bo'lgan hujayralarning yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, ana endi bu hujayralar qanday tuzilgan? Har bir hujayraning qobig'i pektin moddasidan iborat bo'ladi. Va bu hujayralarda xlorofil pigmentlari bo'ladi, shuning uchun ham u fotosintez qilish xususiyatiga ega. Va haligi bundan oldingi slaydda aytib o'tganimdek, tashqi qavati rangli xromatoplazma, o'rta qavati esa rangsiz sentroplazmadan iborat bo'ladi. Mana shu rasmdan yaxshilab tushunib olsanglar bo'ladi. Keyingi vakili bu nastok hisoblanadi. Koloniya holda yashovchi ko'k yashil suvo'ti. Koloniyasi yong'oq yoki olxo'ri donasidek kattalikda bo'ladi. Uning hujayra qobig'i shilimshiq po'st bilan qoplangan bo'ladi. Koloniya ichidagi hujayralar sharsimon shaklda bo'lib, ya'ni har bitta hujayrasi, mana qaranglar rasmda, sharsimon shaklda bo'ladi. Va mana shu har bitta sharsimon shakldagi mayda hujayrachalari o'zaro bir-biri bilan bir nechtasi bog'lanib, koloniyani hosil qilgan bo'ladi. Va bu hujayralar o'zaro marjonsimon, buralgan ipsimon shakllarda bir-biriga bog'langan, ulangan holatda bo'ladi. Yaponiya va Xitoyda nastokning ba'zi turlari iste'mol qilinadi. Ko'k yashil suvo'tlarning tabiatdagi ahamiyatlari: bular tuproq hosil bo'lish jarayonlarida qatnashadi, atmosferadagi erkin azotni o'zlashtiradi. Mana bu yerda nastokning tuzilishi, uning hujayralarining ko'rinishi va ba'zi bir ma'lumotlar ham keltirilgan. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.